Petition toplash ta'sirotları. 3. Gülşen Abduqodir. 1. Namoyish vijdonning ko'chalarga to'kilishi demekdir. Bir ana cho'chqa bir yilda 3 qitim tug'di. Har qitimda 20 dan bola tug'di. Tunji tuqqan bolalari yana anasiga ergishib bola tug'ishga boshlaydi. Shundoq bo'lganda bir cho'chqa bir yilda 480 bola tuqqan bo'ladi. Bir yo'lvasning o'ttirchi umri 26 yosh bo'lib, bir ana yo'lvas har 2 yilda 2 bilan 4 orasida yo'lvas tug'di. Şunu o yolvas deb atılıdı. Amma özünü Uyghur öktiçiler, Uyghur mustaqillikçileri deb atıp algan inkarçılarning inkar tuğumçallıqı çoşqının köpeyişidimi beter bolup, ular tuqqan sepsetiler indigenous bilanla çeklenmeydi. Ulusçılık mı emesmi? Avtonomiya mı? Mustaqillik mı? Bizning qizil siziqimiz mustaqillik va hokazo degan sepsetilar ostida ular u tarafga Eysa Yusuf olib tekindin. Bu tarafı Dolqin Eysag'ich bo'lgan bu kangri va murakkab Uyg'ur davosi jug'rofiyasidagi Uyg'urlarga oid barliq qimmat qarashlarni yo'qqa chiqaradigan inkarlarni davomli tug'ib turdi. Ular hayron qolgudek darajada inkar mahirlarikin, ayhannas, ularning inkarlar oldida yer sharimi qandoq cho'gilishini bilinmay qolsa kerak. Ular 70 yildan buyon Uyg'ur davosida nima natija chiqibdi degan bir inkar savol bilan yana qo'lining orqasida urilgan bir shapaloq bilan Uyg'ur davosining bu 70 yilda to'kilgan har bir qadam, har bir ter va badalni inkor qiladi. Inkor muayyanlashtirish va e'tirof qilish degan iboralar bilan chiqisholmaydi. Uyg'ur tarixidagi eng mashhur inkor va sepsati tarixi oqtog'liqlar va qoratog'liqlar tarixidan iborat bo'lib, ular darajadan tashqari inkor tug'umchanligi bilan ana shu oqtog'liq va qoratog'liqdan iborat qora tarixni yangidan barpo qilmoqchi bo'ladi. İnkarçılar xuddi qozonning ustida laylab qolgan chamg'ur parchalariga o'xshaydi. Ya qozonni qaynamaydi, yoki qozonga cho'kmaydi. İnkarçılar Xitoyning atalmış madaniyat zo'r inqilobida qo'llangan xalq harakati andisizni o'zlarining inkor va sepsetillariga bosh toj qilib kiydirdi. Ammo ular mohiyatda o'z xalq xushal bo'lgan har qanday bir narsadan xushal bo'lgan va huzurlangan bo'lmasdan Uyg'ur xalqiga mansub barliq xushalliqlar va umidlarni inkor qiladi. Masalan, London Uyg'ur soti chiqargan Xitoyning Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligi haqidagi qaroridan ular hech qanday xushallik his qilmaydi. İnkarçılarning bu yil dekabrdagi eng cho'ng inkor temasi namoyishni va Uyg'ur soti chiqargan qarorni inkor qilishdan iborat bo'lib, anglashlar qaraganda bir qancha inkarchi bir guruhi bo'lib, ko'zlariga petinqi aynaklarni taqab, sot qaroridagi indigenous people degan iboralarni sanab va qo'g'lab yuribdimish. Hayron qolarliq yeri shuki, bu inkarchilar Xitoy e'lon qilgan oqtoshliq kitoblarni bundaq tekshirish va suzguchilardan o'tkazib baqqan emas. Hozir Uyg'ur jamiyatida yuz berayotgan ahvollarni muhokama qiladigan bo'lsak, inkarchilikdagi maqsad to'g'ri bir yakunga erishish emas, balki qanchalik badal to'lashdan qat'iy nazar cho'qim yengish va yengan taraf bo'lgandan iborat faxrlanish tuyg'usi ichida yashash. Masalan, Dünya Uyg'ur qurultiyining Uyg'urlarga vakillik qilmaydiganligidan iborat bir imzoni boshiltishdagi maqsad cho'qim yengan taraf bo'lib, bu yengish elib kelgan mag'rurlik tuyg'usi ichida mas bo'lish, xalq harakatining qudratli kuchini Dünya Uyg'ur qurultiyiga ko'rsatib qo'yish. Ammo yengib olgandan keyin, ya'ni Dünya Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarga vakillik qilolmaydigan o'ringa tushgandan keyin vaziyat qandoq bo'ladi? Uning orqasidan-chi? Xuddi mashhur yozuvchi George Orwellning 1984 nomli kitobida davomli inkor qiladigan dushmanlarning orqa-orqadan chiqib turadiganligini o'tirib qo'yganiga o'xshash. Uyg'ur jamiyatining inkorchilaridimi dushmanlar yengilib turdi. Asosliqlari Dolqin Eysa, Robiya Qodir, Eysa Yusuf Olibtekin, Rishod Abbos, Rushan Abbos, Oblikim Idris, Kuzzat Altay, Indigenous People, Avtonomiya, Uyg'uriston, Sharq Turkiston, namoyish va hokazolar. İnkarçılar bir tarafdan xalq harakati qo'zg'ab, Dünya Uyg'ur qurultiyining Uyg'urlarga vakillik qilolmaydiganligini yoki Uyg'ur xalqining manfaatiga vakillik qilolmaydiganligini isbotlamoqchi bo'lsa, yana bir tarafdan Xitoyga qarshi Uyg'ur xalqining norozilik va cho'qonlarining yurki hisoblangan namoyishni inkor qiladi. Agar namoyishning tarjima holini bir jumla so'zga yig'inchoqlashga to'g'ri kelsa, namoyish dal Uyg'ur xalqining Xitoyga qarshi xalq harakatidan iborat. Uyg'ur davosi o'z navbatida vijdonning davosi bo'lib, namoyish vijdonning ko'chalarga to'kilishidan iborat. Dünya adolatini insonlikning to'riga hisoblangan vijdon, ya'ni cho'qon, isyankorlik, namoyish kontrol qilib keldi. Albatta, vijdonsizlari, ya'ni cho'qon, isyankorlik va namoyishni inkor qilguvchilari ko'p bo'lgan millatlarmi adolat tarosida yenik o'ltirib keldi.
Dünya ekologiyalik muhitining buzg'unchilikqa uchrashi, hayvonlar naslining qurib ketishi, kamsitish, irqiy qirg'inchilik, insonni inson qul qilish, ya'ni qulluqni yo'q qilishdek dunyoviy masalalarni to'xta deb tormozlagan narsa vijdon va bu vijdon ko'chalarga so'rab chiqqan insonlar bo'lgan edi. Namoyishni inkor qilish demak, butun Hindistonni yalangoyoq namoyish qilib aylanib chiqqan Gandini, qarlarning huquqini qo'lga keltirish uchun Amerika xalqining vijdonini ko'chalarga so'rab chiqqan Martin Luther Kingni, Ili vodisini qoplagan mashrablar bilan Xitoyni andishiga solgan namoyishchi Abduxalil Mijitni, 5 fevral g'ulji namoyishini, bu namoyish keltirib chiqargan 5 fevral g'ulji qirg'inchiligini, isyonkor Barin Rohini, 5 iyul Urumchi qirg'inchiligini va bu qirg'inchilikni dunyoda anglatgan 5 iyul Urumchi ayollar namoyishini inkor qilish eng oxirida Uyg'ur milliy ruhini, Uyg'ur vijdoni g'ururini inkor qilishdan iboratdir. İnkar ve sepsete bir milletning ruhida bor bo'lgan ilg'orliklar bilan chiqisholmaydi. Yunan feylasuf Sokrat, gerçi o'z davrining eng bilimlik feylasufi bo'lsa-mu, shu davrni inkar ve sepset qaplab ketgan bo'lg'achqa, bu qimmatli boylikni chetga qoqqan va patirmagan edi. Sokrat o'zini so'roqqa tortmagan hayot yashashga arzimaydi deganga o'xshash falsafaviy ilg'or fikrlari bilan o'z davrini insonlik falsafasi bilan tüp yiltizdan bir silkigan. Öz xalqini axloqqa yetaklagan bo'lsa-mu, sepsetichi va inkarchilar tarafidan axloqsiz va vataniga ihanat qilgan degan tuhmat bilan darg'a esilgan. Sharq Turkistonda nurg'unlagan qon to'kilishlarga sabab bo'lish badiliga badavlat qurgan. Uyg'ur xalqi ustidan ilib borgan qirg'inchiliklarga qaramay, o'z davrida otliq g'azi unvoni berilgan. Farg'onalik Yoqubbekning Xotan amirligi, Kucha amirligi, Urumchi va elini o'z ichiga olgan Kangri va sap Uyg'ur yurtiga hukmronlik qilishning orqasida Uyg'urlar hokimiyat qura olmaydi. Uyg'ur diyorini men kontrol qilishim kerak deydigan darajadan tashqari o'zmanchilik, inkarchilik va tar o'zbekchilik sepsetisi yer olgan edi. Ching sulolasining xoni Zozongtang bilan Xupyani til beriktirib, Yoqubbekni zaharlab o'ltirib, Zozongtangning Uyg'ur diyorini bir pay o'qatmay besvilishiga zimin hozirlab bergan Yoqubbekning Xotan valisi Niyozbek bilan G'azinchi Ho'shirbeklar nishonga qaramay barmoqqa qarab turib olgan shinpazlar bo'lganligi uchun Yoqubbekni rad qilib Zozongtangni vatanga boshlab kirgan edi. O'z davrining mashhur astronomi, u qurgan yulduzlar sistemasini tekshiradigan rasadxonalar dunyo bo'yicha oldingi qatorda turadigan o'zbek astronom Ulubekni o'z o'g'li tarafidan bo'g'ib o'ltirilishga boshlab apargan narsa Alloh bilan aql talashyotidi degan sapsat edi. Abduqodir Domillamga qilingan suiqasd, Sobit Domillamni mahkam bog'lab Shingshiseyning oldiga Urumchiga akilib berish, Temur Xalifa, Xo'janiyaz Hoji, Mahmud Muhiti va boshqa Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun barliqini atagan kishilarning ichinishli tragediyalarining orqasida bir sapsat ko'langa tashlab turgan edi. Turk siyosatchi Adnan Menderesni dar maydoniga so'rab apargan narsimi dal hech nimaga arzimaydigan quruq sapsat edi. Vatan ichidagi jazo lagerlaridan xalqimizning ichinishli nidolari, o'lim xabarlari orqa-orqadan kelayotgan bugungi kunda chet ellardagi Uyg'ur jamiyatida inkor va sapsatlarni ustiga liq bosgan, uni oz deb Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotganligini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Birligi va boshqa erkin demokratik davlatlarda to'xtamay anglatib, bu yo'lda bo'sish xarakterlik natijalarni qo'lga keltirayotgan Uyg'ur xalqining chet ellardagi birdan-bir oliy da'vo organi bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyini Uyg'ur xalqiga vakillik qilolmaydi va hokazo degandek bir imzo to'plashni qistab bosgan. Bir ot ilib qochgan harva nihoyat xatarlik holda cho'nqur hanga qarab chepib ketayotmoqda. Agar chet ellardagi Uyg'urlar bu ot ilib qochgan harvaning cho'lvirini tutolmagan ahvol ostida mustaqillik haqida yo'g'on gap qilmasi bo'ladi. Shundoq Uyg'ur xalqining milliy mustaqillik da'vosi xalqaro bir da'vo relisiga kirdi. Buning bilan bir vaqtda chet ellardagi Uyg'ur jamiyatimi darajadan tashqari inkor va bu inkorlar keltirib chiqarayotgan sapsatlar davriga kirdi. Bundaq bir tarixiy sharoitda Dunyo Uyg'ur qurultiyimi yangi chora tadbirlarni o'ttirib qo'yishi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ichki mexanizmida saqlanib kelayotgan tar doiralik chambarsimon peqirab da'vo qiladigan tashkiliy qurilmani buzib tashlab, Dunyo Uyg'ur qurultiyining ishkini barliq o'xshamagan qarashdagi Uyg'urlarga kengri etishi, ko'p sondagi diplomatlarni yetishtirib, ilmiy muhokama yig'inlarini o'rinlashtirib, yoshlarga Uyg'ur davosining tarixi, buguni va kelajagi haqida saviyalik leksiyalarni sunishi, har qaysi fasllik tashviqot yo'nalishlarini tuzib, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga yarashadigan shakldagi yuqori saviyalik tashviqot, xabarchilik, radio, televiziya mexanizmi barpo qilishi,
Uyg'ur davosida bilimga qaraganda jasorat bek muhim o'rinda turdi deydigan koni qalpoqlarni cho'rib tashlab, yangi odam, yangi fikr va yangi ilg'or tushunchalar bilan ham bilimi, ham jasorati bor Uyg'ur davosining yangi bir davrdagi sarxillarini yetishtiradigan xalqning yetakchisi va yo'lboshchisi bo'lish yo'liga qarab menish kerak. Gerçi Dünya Uyghur Qurultiyi Uyg'ur davosida nurg'unlagan natijalarni qo'lga keltirgan bo'lsa-mu, ammo men yozgan Jeneva yurishi va Myunxen uchrashida diqqatimni chekkan nuqtalar degan maqolamda o'ttirib qo'yganimdek, Dünya Uyg'ur Qurultiyini bir poyezdga o'xshatsak, poyezdning beshi yoki bir ovozi yaxshi ishlayotgan bo'lsa-mu, ammo poyezdning o'ttirisi va quyruqi texi bo'sh. Shundoq, endi Dünya Uyg'ur Qurultiyi chet ellardagi Uyg'ur davosining jamoat fikri yo'nalishiga liderlik qilishi, ümidsizlanganlarga umid yo'llarini ko'rsatishi, qaymoqqanlarga yo'l ko'rsatish kerak. Shundoq bo'lganda Xitoy o'yin o'ynayotgan bu inkor va sapsati bo'shliqini tamoman taqay olamiz. Davomi bor.